Ondan başqa ta'lim-tarbiya sohasidan başqa da'vat sohasi ham o'xshash. Da'vat mu amaliyotda jamiyatning ta'lim-tarbiyasi hisoblanadi. Biz bayatdan sinib maktabdagi ta'lim-tarbiya misol olgan bo'lsak, jamiyatning ta'lim-tarbiyasi hisoblanadigan da'vat mu biz yuqori tashabbus qilayotgan siliq sifoylik, kuyinish, mehribonlik din iborat islomiy go'zal axloqqa intayin ehtiyojli. Masalan, Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda nurg'un payg'ambarlarningki qissasini so'zlaydi. Maqsad nima desa, ulgulik, namunalik, o'rnaklik shaxslarni bizga oldimizga tashlash orqali bizning shaxsiyatimizni shularga o'xshash etildirish. Masalan, bugun so'zlayotgan shu temaga munosabatli qissadan birisi Musa alayhisalom bilan Harun alayhisalomni Fir'avnga avatdi. Endi bu shaxslarga ayrim bir qarab baqqanimizda Musa alayhisalom Qur'oni Karimda alohida tilga ilingan. Allah bevosita so'zlagan ulul azmi deb hisoblanadigan, ya'ni irodali payg'ambarlar deb. Jiqamas payg'ambarlar 5 ga yaqin payg'ambar va 5 payg'ambarning birisi ulug' payg'ambarlarning birisi. Endi Fir'avn kim deganimizda zimindagi eng haddidan oshgan, chekidan oshgan, men sizlarning Robbinglar men degan, mendan boshqa sizlarning ilohinglar yo'q degan bir dinsiz, bir kafir, haddidan oshgan. Qarang, ikki shaxsiyatning o'tirida favqul adda farq bor. Birisi Allah alayda tanlagan, ulul azmi hisoblanadigan alayda bir payg'ambar, ulug' bir payg'ambar. Birisi zimindagi zulm, tug'yonda haddidan eshda chekiga yetgan zolim bir kafir. Endi buning o'tiridagi muomala qanday shaklda qurilyapti desa, Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisalom bilan Harun alayhisalomni sura Tahaninki 43-44-oyatida Fir'avnning qishig'iga avatib nima deydi? İzhaba ila fir'auna innahu tagha. Haddidan oshgan ma Fir'avnning qishig'iga biringlar deb bo'lib, faqula lahu qawlan layyinan. Ma aloqa qaranglar. Haddidan oshgan deb bir sifatuninki, ammo shunda bo'lsa-mu Musa alayhisalomning uningga bildirdigan, qo'llanadigan ifodasi yumshoq bo'lsin deydi Alloh subhanahu va taolo. Qawlan layyinan, yumshoq muomala qildi deydi. Ikki shaxsiyat intayin farqli shaxsiyatlar. Ikkisi normal odamlar emas. Agar normal bir tabaqadagi odamlar olgan bo'lsa, uningga siliq muomala qilsa, shuni sana o'xshash degandek bir tuyg'u. Lekin birisi bayatın deganimdek alohida Allah subhanahu va taolo maxsus tanlagan ulug' payg'ambarlardan birisi, yana birisi eng ashaddiy uchiga chiqqan bir kafir. Mujnunga da'vatidir. Endi Sura Tavbaning 73-oyatida Allah subhanahu va taolo payg'ambarlarga xitob qilib, "Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alayhim" deb bir oyat bor. Ya'ni kuffarlar, munofiqlar bilan jang qil, jihad qil, ularga qattiq deb bir oyat bor. Ba'zi qarindoshlarimiz shunga qarab turib, sal qo'pollik qiladi ba'zi da'vat uslublarida. Eson bo'lsin, islomda jang holati bilan tinchlik holatininki axloqiy qoidasi tutun o'xshamaydi. Payg'ambar alayhisolamga kuffar, munofiqlarga qattiqlik qil degan xitob jang holatini ko'rsatsa, Sura Fussilatninki 34-oyatida fa izallazi baynaka va baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Aranglarda shuncha adovat va odam bilanmi mayt yaqin do'stdek muomala qilish haqida ko'rsatib beradi. Bizning dinimizda tinchlikning ayrim axloqi va jangning ayrim axloqi va tinchlikda cho'qim mehr muhabbat bo'lish kerak. Adablik, nozik nasihat bo'lish kerak. Boshqalarning qalbi qirilmasligi kerak. Yurkiga tegadigan gapni qilmaslik kerak, rasvo qilinmasligi kerak. Ikkisini aralashtirib o'tmasligimiz kerak. To'g'ri, dinning o'zi bir nasihat, ammo nasihat avomning oldida, boshqalarning oldida o'g'inida nasihat bo'lmay qoladi. U degan rasvo qilishiladi. Nasihat cho'qim yolg'iz shaklda boshqalarning yuragiga tegmaydigan, izzatiga tegmaydigan, boshqalarni harajlik holatga, bir qisinchilik holatiga tushirib qo'ymaydigan holatda bo'lsa, u nasihat bo'ladi. Shu bu nuqta aniq ayrilishi kerak.